Gidrometeorologiya markazi andijonliklarni shoshilinch bilan ogohlantirmoqda. Andijon viloyatiga ham kuchli shamol oqimi kirib kelmoqda. Aholi vakillaridan mazkur vaziyatni inobatga olgan holda bolalarni nazoratsiz qoldirmaslikni, avtomashinalarni daraxtlar ostiga qo'ymaslikni va boshqa zaruriy choralarni ko'rishni so'ramoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda esa Andijon viloyatiga kuchli shamol oqimi kirib kelgani aks etgan videolar tarqalmoqda. Hech narsa emas. Zokir nima deyapti? Obodonlashtirish mana shunaqa narsalarga qarasa, shunaqa fojialar bo'lmaydi, odamlar jabr ko'rmaydi. O'char ovozini. Chiqib ketdi, chiqib. Da. Assalomu alaykum Vodiy bozor ahli. Ehtiyot bo'linglar. Mana 5 mikrionda Gentra bosib qoldi. Gentra. Nima bo'lyapti? Vodiy bozor için haksız. Hani 5 mikron.